Kenja farzand bu maslahat so'ralmaydigan, faqat topshiriq beriladigan inson. Kenja farzand bu bolasini kimga qoldirishni bilmaydigan opalar uchun avtomatik yechim. Kenja farzand o'zining shaxsiy rejasi bo'lmaydi. Oiladagilarining o'zi unga reja tuzib berishadi. Kenja farzand bu ota-onasining suyanchi, oilaning oxirgi tayanchi. Hamma farzandlar hayot izlab uch tarafga tarqalganda jonga oro kiradigan farzand. Kenja farzand bu ota-onasining qadamiga qarab yurgan, ko'ngliga qarab gapirgan, yuragiga qarab yashagan farzand. Kenja farzand bu eng oxirgi bo'lib tug'ilgan, lekin hammadan oldin ulg'aygan farzand.